nima narsa opa? Ya keling, ya. Nima narsa bu? Ha, opa, nima narsa bu? Faqat shunaqaga tushyapman lekin men. Nima narsa? O'zimda narsam sizniki emas. Bizga taalluqli. Yo'q, bizga taalluqli narsa-da. Gulyappa, yo'q, Gulyappa, shoshmay turing. Siz qani ayolsiz, opa? Men hozir Ilhom akaga shu narsani ham aytdim men Ilhom aka. Ilhom aka, shunday narsa bo'lyapti dedi. Mana narsa nima narsa? Ushlamang opa. Ushlamang. Gulyappa, indamay turing. Indamay turing. Siz nimaga aytdimmi sizga? Nima bo'ladi? Voymi bu? Mana ko'ryapsizmi? Uyimdan ushladim men deyapman-ku. Sizga nima deyapman men? Bu nima narsa buni? Buni nima narsa? Ha, bu nima narsa? Qanday bilan pul? Yo, men o'zim bilib ko'ryapman. Ya, pul olishda emas opa. Qanday az pul olasizku? Olsangiz, senjar pul. Yo, shoshmay turing. Shoshmay turing, ko'ryapman. Shoshmay. Ko'kini ozodadagi chaqirdim, xuddi shunday bo'ldi. Siz taniysiz. Sizlar millatlar. Sizlar millatlar. Nimaga siz bunday ish qilyapsiz, Gulyappa? Men qilganim yo'q. Hozir siz olasiz. Shoshmay olmayman. Ya, shoshmay turing. Siz eshiting meni, opa. Men hozir bir narsa qilib tashlayman sizda-da. Kallam joyida emas-da meni. Nima uchun bu odamni shantrasda pul olib, men sizga pul berganman, ha? Shoshmay turing, men sizga pul berganman, ha? Birinchisida 2,5 million pul berganman. Yo'q, xudo saqlasin. Ya, mana mening jerimga olib bordim, men jerim ham turibdi joyida. 300 dan. Ya, xudodan qo'rqay, plastinga tashlab berdi, yechib olib bilasanmi? Plastikimga tashlagan. Ya, plastik yechib berdim-mi? Ro'za o'zingga yig'ishtirib, ro'za bo'lsang shunday ish qilasanmi? Ro'za ishing shunday qilasanmi? Bolaga qanday halol narsani yedimi, harom narsani yediryapsan? Ha? Harom narsa buni. Bu harom, bu meni kimsizlik emas bu. Buni olmayman. Bekarga gapirsan, bekar gapirsan. Hozir chiqasan, duosini topasanmi? Ko'rsatsangiz topaman. Qanday topasan? Qanday topasan? Men tushirib o'tiribman men. Qanday topasan? Ha? Gulyappa, xafa bo'lma. Hozir ichkilar chaqiraman. Ichkilar chaqiraman. Chaqiraman. Menga pul berganingiz yo'q. Men pul berganingiz yo'q. Yo'q, men berganim yo'q. Men berganim yo'q. Siz yo'q, siz. Men yerim berganim yo'q. Eringizni tanimayman. Ya, yerimni nima deysiz? Sen bor edi, yerimdan olding-ku. Qaysi yeri? Men uyimdan olganingga ham menga yerimga ham keldim-ku. Birinchi tanishganda shu yerda ko'rishganman-ku sen bilan. Bo'ldi, hozir men seni chaqiraman, Gulyappa. Bu soniga tiyinman, Gulyappa. Tiyinman. Ko'chaga yashaysiz. Yo'q, o'sha nimaga? Yo'q, nima niyatda olgan bo'lsang, ana shunday qilasan. Shuning uchun javob berasan. Turgan kvartirangga borasan, men sizlarga olib boraman. Kvartirangni tittiraman, hamma joyidan men oldirtaman. Sendan shu yoqdan kelib shunday ish qilyapsanmi? Ha? Pul yeysan bo'lmaydi undan. Borib ish qilib pul yeysan bo'lmaydi, sirishga sot. Borib nos sot. Hozir Ilhom aka aytdi, 5 million pul berib turdi. Nimaga siz shunday qilib duo qilasiz? Demak, bu yerda hozir bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta narsani tiqib, bu olar ekanda bu. Nima narsa, nima narsa buni ko'ryapsanmi? Tiyinma. Gulyappa tiyinma. Tiyinma, urib tashlayman hozir. Bir narsa qilib tashlayman men. Men qo'rqadigan joyim yo'q. Men milsalargacha aytib o'tiribman, hammasiga aytib o'tiribman. Dostonga telefon qilayman sizga. Menga qarang. Bir ro'za ichganda qilmayman. Nimaga sen ro'za ichda qilaysan? Men o'tir 5ida vaqt, 5ida ro'zani kishi kuni meni ozodga tushirdi, bilasanmi? Ozodani tanimayman o'laysiz. Hammani taniysan. Hammani taniysan. Bilayman. Hammani taniysan. Nima bo'ladi? Suyakmi bu? Biz ishlanib yurgan ekanmiz-da, talanib, hammasiga. Ishda. Xudodan qo'rqing, menga. Sen nima xudodan qo'rqmaysan? Mayli, meni uring, so'king, lekin men o'tir. Azar, guli tiyinma, samga tiyinma. Hammangni to'da qilib qolmataman men. Hammangni to'da qilib qolmataman, qo'ymayman men. Bu bir bo'lsa, ikki bo'lsa, men topgan pulim to'g'ri ketadi. Mayli berganingiz yo'q. Siz o'zingiz bilasiz-ku meniki. Bormagan joyim yo'q. Kirmagan go'rim yo'q. Demak, o'zlari qilib, o'zlari qilar ekan. Kasaldan boshim chiqmayapti men. Bor-ku, umuman kasaldan boshim chiqmaydi. Mana oyoq orasiga qo'yib. Oldirmang turing. Men chaqirayin hozir. Chaqirayin. Buni demak o'zlari qilar ekanda, mana hammasini. Men pulimni shunday qon qistirib olaman bulardan. Bular meni allab, yinabku aytdi, bu haromlar ishlanmadi. Dostonjon yaxshimisiz? Zo'rmi sota? Kayfiyatingiz zo'rmi o'g'il? Bayramlar bilan kelayotgan hayit bayramlar bilan. Qayerdan sota? Borib kelayman. Yo'q, tuvalga kiraman. Yo'q, tuvalga kerak emas. Ko'cha qayerdasiz? Tinchamasda. Qisqasi duo oldiraman Dostonjon. Mazam yo'q, duo oldiraman deb yurardim-ku. Bir xotinda olib kelganmiz Qashqadaryoda. Songa duoni baylab, loyda baylab kelgan. Uraman, uraman hozir. Bular 30 ta bor, jo'glar. Dunyoga kelib yashaydi. Bular chaqirib biz tinimsiz pul berib oldiramizku, sizlarga necha marta pul olganman-ku, duo oldiraman deb. Hozir men xonadan ushlab tovib oldim. Qum qurgandaman. Siz hozir menga bitta bolani shunday jo'nating, bu opani bularni joyini tintuq qilmasa. Ulug'bek mahallasiga. Ulug'bek mahallasiga.
Shunday tezlating ota. Hozir telefon qilaman mana. Qilaver kim qilsam. Nargizga telefon qilib. Kimga telefon qilsin? Nargizni ham chaqiraman. Nargizni ham chaqiraman. Gulya maydonga tashaman. Sen meni bilasan qadringimni, yo meni qadrimimni bilasan, bilasan, ha? Sizni bilaman. Xafa qilish bunday bo'ladi. Eshonbo'mda. Bo'ldi, shoshma. Mayli, meni eshit meni. Sen borku hozir mana odamni qanday zo'r qoqshatib pulni olasiz, eng bor hozir galak vujuddi. Xotini ketib qoldi. Yo'q.